nega Toshkentda klapalar ko'payib ketyapti, nega uyingizni dezinfeksiya qildirsangiz ham klapalar yo'qolmayapti. Bu videoda shu haqida ko'rib chiqamiz. Nima qilsa yo'qoladi o'zi klapa? Shular haqida to'liq aytib beraman. Bu videoda hattoki dezinfektorlar o'zi ham bilmaydigan narsalar haqida 10 yillik tajribamdan kelib chiqib aytib ketaman. Agar siz ham uyingizda klapa bo'lsa, ancha vaqtdan beri yo'qotmayotgan bo'lsangiz, dorilar sizdan yo'qolmayotgan bo'lsa, shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa qanaqa yo'qotish yo'llarini bilib olasiz. Agar klapa haqida bilmasangiz, bitta o'xshatish aytib ketaman. Shunga qarab bilib olsangiz bo'ladi. Klapa muammosi o'zi seriyozli muammomi yoki e'tibor bermasangiz ham bo'ladimi, shuni bilib olsangiz bo'ladi. Men xuddi klapani qo'lga kirgan zirapchaga o'xshataman. Agar zirapchani sirasiz vaqtida olib tashlasangiz, u borligi ham bilinmaydi. Shundoq qo'lingizdan olib tashlab olasiz, bo'ldi. Boshqa eslamaysiz ham. Klapa ham xuddi shunga o'xshaydi. Agar uyingizda paydo bo'lishi bilan sirasiz chorib ko'rsangiz, u yo'qolib ketadi, keyin уже boshqa bezovta qilmaydi. Lekin agar unga qaramasangiz, o'ziga qo'yib qo'ysangiz, misol uchun qo'lingizga zirapcha kirgandan keyin unga qaramasangiz, turaversa, olib olsangiz uni 2-3 kun o'tganda уже o'sha zirapchaning atroflari ko'karib qoladi. Уже yiringlash boshlaydi. Bir hafta 10 kun o'tgandan keyin u ichlariga kirib ketadi qo'lingizda. U bir oygacha borsa, o'sha qo'lingizni kesib tashlashga ham to'g'ri kelishi mumkin. Klapa ham xuddi shunaqa muammo. Boshlanish bilan chora ko'rsangiz, oson qutulasiz. Agar chora ko'rmasdan hech narsa qilmaydi klapa, o'zi qanaqa paydo bo'lgan bo'lsa shunaqa yo'q ketadi deb tashlab qo'ysangiz, qancha vaqt o'tgan sari oiladan keyin, yil bo'lgandan keyin o'sha klapadan qutulishingiz qiyin bo'lib qoladi. O'sha hamma mebelingizni tashlaysiz, kravat, divan, matras, hamma shkop-koplarni tashlab, uyingizni polni aboylarni ko'chirib, pollarni olib tashlab, keyin o'sha ancha qimmatga tushib ketasiz. Endi hozir remont narxini ko'rib bilib turibsizlar. Hech bilmayapti, ayniqsa Toshkentda o'sha patolon narxi bo'lib ketdi, remontlar narxi. Agar tashlab qo'ysangiz, o'zi qanaqa paydo bo'lgan bo'lsa shunaqa yo'qoladi deb tashlab qo'ysangiz, keyinchalik juda ham katta xarajatga olib kelishi mumkin. Shuning uchun paydo bo'lib zudlik bilan chora ko'rish kerak bo'ladi. Endi asosiy savolga javob bersak, nimaga, endi asosiy savolga javob berib ketadigan bo'lsak, nimaga klapani o'zi yo'qotish qiyin? Ikkita sababi bor. Birinchi sababi, oddiy sepgan doringiz ta'sir qilmasligi mumkin. Dori sepasiz, klapaga ta'sir qilmadi. Endi hamma joyga sepsangiz ham klapaga dori ta'sir qilmagan hisobiga, klapani o'zining immuniteti kuchli bo'lgan hisobiga klapa o'lmaydi, yana battar kuchayib ketadi. Immunitet уже kuchliroq dori sepishingizga to'g'ri keladi. Bu sepgan doringiz keyinchalik ta'sir qilmaydi. Ikkinchi sababi, dorini kerakli joyga sepmaysiz. O'tib teshik-peshiklarda qolib ketib qoladi klapa, yana chiqib ketadi. Dorilaganingizda hamma joyga dori sepmaysiz, kerakli joylarga sepmaysiz, o'tib qolib ketib qoladi. Kravat, divan, matraslarning teshigida, plentislarda, aboylarning orasida qolib ketib qoladi, keyin yana chiqib ketadi. Mana shu o'zi ikki dona sabab bor. Birinchisi, yaxshi dori sepmasangiz ta'sir qilmaydi, o'lmaydi. Ikkinchisi, kerakli joyga sepmasangiz, immunitet klapani achaklariga sepmasangiz o'lmaydi. Mana shu ikkita sabab. Bu 50% dori bo'lsa, 50% bu sepishingizga bog'liq. Endi birinchi qismi dori haqida aytib ketadigan bo'lsam, hozir juda ham ko'p internetda ko'rsangiz dori sotayotganlar ko'p. Shulardan dori har xili bor. Yaxshi ishlaydigani bor yoki o'rtacha ishlaydigani bor yoki umuman ta'sir qilmaydigan dorilar bor. Narxlari ham har xil. 1 litrini 70 ming, 100 ming, 150 ming undan balandgacha sotishyapti. Endi bizning kompaniya Toshkent shahri, Toshkent viloyatiga xizmat ko'rsatadi. Boshqa viloyatlarda ko'p bizga murojaat bo'lgani uchun endi boshqa viloyatlarga ham o'zimiz ishlatadigan dorini dastavka qilish xizmatini yo'lga qo'ydik. Narxi ham juda ham hamyonbop chiqdi. Aytganimdek 1 litrini 100 ming, 150 ming sotishyapti. Biza qo'ygan narx bo'lsa, O'zbekistondagi любой joydan so'rasangiz bo'ladi, eng arzon narxi ham bo'ladi. 5 litrini 100 ming qilib qo'ydik, shu odamlar klapasidan qutulsam, odamlarga foydasi tegsin deb. Chunki 1 litr dori olsangiz yetmay qoladi u. 1 litr dori bilan 1 litr dori sepib, klapadan qutulgan odamni eshitmadim hali shu kungacha. Kamida 5 litr sepishingiz kerak bo'ladi o'zi. Misol uchun 2 xonali, 3 xonali uyga kamida 5 litr sepsangiz shunday effekti bo'ladi. Shuning uchun biz ham minimalniy dori miqdorini 5 litr qilib qo'ydik. Summasini 100 ming qilib qo'ydik. Xohlasangiz buni hidsiz varianti ham bor, u 125 ming bo'ladi. 100 mingligi hidli, lekin hidlisi kuchliroq effekti. To'g'risini aytadigan bo'lsak. Birinchi masala dori masalasi. Uni dorini o'zingiz olib sepsangiz bo'ladi yoki mana bizdan so'rasangiz, Telegramga yozib yuborsangiz dori dastavka qilib beramiz, lekin iltimos telefon qilmanglar, chunki har kuni 200-300 ta odam telefon qilyapti. Bu odam charchab ketdi bu dori haqida so'rab.
iloji bo'lsa agar Telegramdan yozsanglar, Telegram nomer nick tashlab qo'yamiz, yozib qo'yamiz. Shu Telegramda yozsanglar dori haqida savollarga javob beramiz bo'sh vaqtimizda. Lekin ham ish vaqtida shuncha odam telefon qilyapti, ularga javob berishga просто ulgurmayapmiz. Iloji boricha iltimos qilib Telegramdan yozinglar. Birinchi masala hal qildik, dori masalasi. Endi ikkinchi masalamiz kerakli joylarga dori yetib bormaydi, shu hisobida o'lmaydi. Endi shu qatlarga sepish kerak o'z dorini. Qatlarda ko'proq bo'ladi. Qatlarni yaxshilab qarash kerak, nimadirlarni tashlab yuborish kerak. Endi shu haqida hozir bu qismda, ikkinchi qismda videoni aytib ketamiz, xudo xolisa. O'zi dori sepganda qanaqa bo'ladi? Dorini olib klientlar o'zi ko'zga ko'ringan joylarga sepib chiqishadi. Pollarga, gilamlarga, devorlarga, divanlarga, matraslarga sepib chiqishadi, lekin asosiy klapa ko'p bo'ladigan joylar qolib ketib qoladi. Chunki klapani o'zi analiz qiladigan bo'lsak, klapani o'zi 50% odam ko'rinib turadigan joyda bo'ladi. 50% bo'lsa u odam ko'rinmaydigan, turgan dasturli joyda, ko'z ko'rinmaydigan joylarga, teshiklarga bekinayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham klapa o'lmay qoladi. Endi shu bunaqa joylar qatla bu plintus eng ko'p bekinadigan joy plintus bo'ladi. Keyin tiagalarga uylarni ayniqsa poke tiaga bo'lsa, poke tiagalar ichlariga polni klapalar qora iz qilib o'tirib olgan bo'ladi. O'sha tuxum qo'yib ko'payotgan bo'ladi. Agar o'sha tiagaga chiqib ketgan bo'lsa, bu degani o'sha yuzda klapa ko'payib bosib ketdi degani. Uchinchi eng ko'p klapa yashaydigan joy bu matras, keyingisi parda, keyin o'rin ko'rpalarda, keyin rozetka, shkaflarda, sandiq, keyin abo'lan yorig'ida, gilam, kiyimlarda ko'p bo'ladi. Endi hozir bilan bitta-bitta aytib ketaman. Qaysi holatda bular qayerda asosan bekinadi, bularni qanaqa qilib topib dorlash kerak bo'ladi, shu haqida aytib ketaman. Birinchi plintusdan boshlaydigan bo'lsak, plintus hozir ikki xil plintus bor, taxtali plintus bor, eskiroq domlarda shu taxtali plintus qolgan bo'ladi, plastmassali plintus bo'ladi. Plastmassali plintusda nisbatan kamroq bo'ladi klapa. Taxtali plintusda klapalar yaxshi ko'radi, chunki taxtada havo o'ynab ketmaganligi hisobiga, suv o'zgarib ketmagan hisobiga taxtali plintusga ko'p kirib oladi klapalar. Bular qachon asosan uyda misol uchun kravat, divan bo'lmasa, odam yerda uxlaydigan bo'lsa, klapalar shu yerga plintuslarni, taxta plintuslarni orasiga kirib oladi. Shunda odam uxlaganda o'sha plintusdan chiqib, borib, odamni chaqib yana qaytib bekinish uchun plintusga bekinib oladi. Agar uyda divan, kravat bo'lsa, unda asosan shu kravat, divanlarga bekinib oladi. Endi agar siz uyingizda yog'och plintus bo'lsa yoki plastmassali plintus bo'ladigan bo'lsa, siz uyingizda shu xonada kravat yoki divan bo'lmaydigan bo'lsa, endi bu katta ehtimol bilan bir 60-70% ehtimol bilan sizda asosiy klapalar shu plintusda bo'ladi. Endi buni nima qilish kerak? Agar plastmassa plintus bo'lsa, uni plastmassa plintusdan polni bortlardan bo'shatib, yechib, shu to'rtta chetini yechib turib, dori sepishingiz kerak bo'ladi. Agar taxtali plintus bo'lsa, u qoqilgan bo'ladi. Taxtali plintus asosan endi iloji boricha agar plintus chetlarida qora nuqtalar ko'rgan bo'lsangiz, klapalarni axlatib, unda iloji boricha plintusni ko'chirib tashlash kerak bo'ladi. Yog'och plintusni ko'chirib turib, ko'chirganingizdan keyin dorlash kerak bo'ladi. Ko'chirganingizda ham agar taxtali pol bo'lsa, polning orasidan bunda teshik bo'lib qolib ketib qoladi plintus o'rni. Shu joyini imенно pena bilan yoki silikon bilan обязательно to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi, to'rtta chetini. Agar to'ldirmaydigan bo'lsangiz, u polni tagida yana klapalar qolib ketib, yana chiqib kelishi mumkin. Chunki klapa imенно shu dori ustiga teganda o'ladi, kontaktdan o'ladi. Agar dori tegmasa klapaga, yoniga sepsangiz, tepasiga, pastiga sepsangiz, imенно klapani o'ziga tegmasa o'lmaydi. Shuning hisobiga klapa живучий hasharot hisoblanadi, yo'qotish qiyin bu hasharot hisoblanadi. Chunki har doim ham dori sepganda imенно klapani uyiga sepilmaydi. Shuning hisobiga ko'payib ketadi. Shuning uchun agar qaytaraman, plastmassa plintus bo'lsa ishingiz osonroq. Просто yechib chiqasiz, dori sepib chiqasiz plintuslarga, keyin yana qaytib joyiga tiqib qo'yasiz. Ikkinchi usul bo'ladigan bo'lsa, agar ikkinchi variantda bo'lsa, taxtali plintus bo'ladigan bo'lsa, agar plintusdan ichida ko'payib ketgan bo'lsa, endi uni o'zingiz ko'rasiz, qora nuqtalari ko'p bo'lsa, plintus chetlarida shundan bilsangiz bo'ladi. Unda o'sha plintusni olib tashlab, dorilab, keyin yana boshqatdan plintusni tozalab, joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi yoki tashlab yuborib, plastmassa plintus qo'yganingiz yaxshiroq. Mana bu eng ko'pi shu plintusda o'zi klapa bekinadi. Mana birinchi holat ko'p chiqdi. Ikkinchisi tiagada. Tiagada ham klapalar ko'p bo'ladi. Agar tiagada qop-qora dog'larni ko'rsangiz, qora nuqtalarni ko'rsangiz,
bu degani уже yuzda klapi ko'payib ketgan degani, kamida bir 3-4 oy undan ham oshib ketdi degani. Chunki asosan klapalar kravat divanga yoki plyontusga kirib yashaydi, o'sha yerda ko'payadi. Agar patologiya chiqib qolganini ko'rsangiz, bu degani уже bu urg'ochi klapalar patologiya chiqib, anaqasidan erkagidan qochib, anaqalarga chiqib, tiyagalarga chiqib tuxum qo'yotgan degani. Chunki ular ko'payish paytida erkak klapalar anaqani urg'ochi klapani yomon jarohatlaydi. Uni xuddi badaniga qilich kirgandek qilib, xohlagan joyida urug'ini yuborib tashlaydi. Shuning uchun o'zini saqlab qolish uchun ham bu urg'ochi klapalar tepaga chiqib ketadi, patologiya chiqib ketadi. Bu degani уже patologiya chiqdi degani, уже ko'payyapti. Уже pastda plyontusdagi klapalar to'lib bo'lgan degani. Shuning hisobiga keyin patologiya chiqib ketadi. Bitta videoda ko'rib qoldim, klapa urg'ochisi bo'lmaydi, faqat bir xil bo'ladi, jinsi yo'q bo'ladi deb aytishibdi. Endi bitta narsa aytib ketmoqchiman, Xudo hamma narsani o'zini jinsi bilan yaratgan, hattoki oddiy o'simliklarni ham o'zini erkak urg'ochisi bo'ladi. Shuning uchun klapani ham albatta o'zini erkagi bor, urg'ochisi bor. Shu haqida aytib ketmoqchi edim. Keyingisi divanni ham agar mягкий divan bo'lsa, mягкий divanni ham ko'pincha klapalar qolib ketadi. Shuning uchun ko'p klientlar уже divanga o'tdimi, divanni tashlab yuboradi. Ayniqsa eski divan bo'lsa, klapa ko'payib ketgan bo'lsa, mana sizlarga tashlab yuborishni maslahat beraman. Agar divanni eskirib ketgan bo'lsa, klapalar bosib ketgan bo'lsa ichida, buni endi orqasini ag'darib ko'rib bilasiz. Bunda dori sepsizda ichidan chiqib kelishi mumkin. Shuning uchun eskiroq divan bo'lsa, agar achinmasangiz tashlab yuborganingiz yaxshi. Yoki yo'q, menga divan kerak deydigan bo'lsangiz, endi bir 2-3 martalab yaxshilab divanni dorilab, keyin salfanlar o'rab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda divandan ham klapani yo'qotsangiz bo'ladi. Endi divanni dorilayotganda albatta uni birinchi usti tarafidan orqasida qora astarli joy bo'ladi. Shu joylarni olib turib, ichlariga ham sepish kerak bo'ladi. Keyin divanni ag'darib turib, hamma tarafidan sepib chiqish kerak bo'ladi. Ayniqsa ko'rinib turadigan joydan emas, teshiklariga, divanning teshiklariga tiqib turib, ayniqsa sepish kerak bo'ladi. Teshiklarida ko'proq bo'ladi. Divanni dorilayotganda bitta qoidasi bor. Agar hamma joyga sepsangiz, undan 1 sm joy ham sepilmagan qolsa, shunda dori ta'sir qiladi. Chunki mana borlarni o'ldiradi. Keyingi chiqayotganlari bo'lsa, shu divandan yurib, dori sepilgan joydan yurib zaharlanib o'ladi. Keyingi klapa ko'p tarqalgan joy bu o'rin ko'rpalar. Ayniqsa bizda o'zbek xonadonlarda juda ham eng ko'p klapa bo'ladigan joy ham bo'ladi. O'rin ko'rpada, ayniqsa ko'rpangiz matrasli, qora mag'izli ko'rpa bo'ladigan bo'lsa, mana shu qora joylariga bo'lmay klapalar bekib oladi. O'sha yerga tuxum ko'p chiqadi. O'zingiz yotadigan, ayniqsa o'zingiz yotadigan ko'rpachalarni bitta olib, shu qora mag'izli joylarni bittalab qarab tekshirib chiqsangiz, ancha klapa topasiz ekan. Agar ko'p yuzta klapa bo'lsa, shu ishni qilib ko'ring. O'rin ko'rpani mag'zida juda ham ko'p klapa ko'rasiz. Keyingi qismi rozetkada. Rozetkada ham klapa juda ko'p bo'ladi. Rozetkada agar klapa ko'p joy bo'lsa, uni qarasangiz o'zi qora nuqta bo'lib qoladi. Bu klapani axlata degani. Bu degani o'sha rozetkada o'sha klapalar joylashib, ichlariga tom qo'yib tashlagan degani. Ayniqsa bu qo'shni bilan bitta skvoznoy, bitta devor bo'lsa, uni ham rozetkasi bitta tomonda bo'ladi, sizniki ham bitta tomonda bo'ladi. Uni rozetkasidan kirib, siz uyingizga kirib ketadi klapalar. Shuning uchun rozetkada ham juda ham ko'p bo'ladi klapa. Rozetkalarni ochib, ichini svetni o'chirib turib, dori sepsangiz, shunda rozetka dilamay qoladi. Keyingisi shkoplarda ayniqsa eski shkoplar bo'lsa, ko'p bo'ladi. Ayniqsa fanerli shkoplar bo'ladigan bo'lsa, klapalar yaxshi ko'radi. Yangicha hozirgi silli shkop bo'lsa, silli joydan klapa yiqilib tushadi, sirg'anib ketadi. Shuning uchun o'ta tuxum qo'ya olmaydi. Shuning uchun asosan eskiroq shkoplarda klapa ko'p bo'ladi. Shkoplarni ham stiklari bor joylarda ko'p bo'ladi. Chunki u klapa shkopda yashashining sababi ular urg'ochisi asosan shkopda yashaydi. O'sha erkak klapalardan qochib shkopga borib, shkopga tuxum qo'ysa bo'ladigan joylariga, tuxumlar yiqilib ketadigan joylariga tuxum qo'yadi. Shuning uchun ham shkoplardan ko'p bo'ladi. Shkoplarning ichini, tagini, tashqarisini eng ko'p bo'ladigan qismi shkop eng tagida ko'rinmaydigan joy bo'ladi. O'sha eng tagida ko'p bo'ladi. Buni qatdan bilsangiz bo'ladi. Shkopni tagini qarab ko'rasiz. Fanar yoqib, agar qora nuqtalarni ko'rsangiz, bu degani o'sha klapa bor degani, uni ham teglari bilan buni obravod qilish kerak bo'ladi. Shkopni bo'shatib turib. Ya'ni ko'p bo'ladigan holatlar, sandiqlarda ham ko'p bo'ladi. Sandiq taxtali sandiq bo'lgani uchun sandiq ichlariga kirib ketadi. Sandiqni temir
tunkali joy qismi bo'ladi, orasida taxta bilan teshiklar bo'ladi. O'shalarga kirib ketib qoladi. Eski sandiqlarda ancha ko'p bo'ladi. Keyin sandiq ag'darib ko'rsangiz orqasida ko'p bo'ladi. Sandiq ham yaxshi ko'radi, taxtali narsalardan ko'p yaxshi ko'radi. Keyingisi obойlarni yorig'i, mana ko'p problemli bu qism. Obойlarni yorig'ida dori sepsizdan bir xillarda ketmay qoladi. Chunki bu obойlar yorig'i kichkina bo'ladi. Misol uchun mana 1 mm, 2 mm bo'lsa, ham devor bo'lsa, mana obой yorig'i bo'lsa, klapni shu 1 mmlik joydan kirib ketadi, ichiga kirib ketadi. Obойlarni ko'chgan qismini oxirigacha borib o'sha yerda tuxum qo'yadi. Endi siz dori sepasiz, obой ustiga tegadi, orqasiga o'tmaydi. Obой shuni hisobiga klapni olib ketib qoladi. Bunaqa vaziyatda nima qilish kerak bo'ladi? Obойlarni agar eskiroq obой bo'lsa, o'zi yangi obой ko'chib ketib qolgan bo'ladi, eskiroq obойli ko'chgan bo'ladi. Unda iloji boricha shu ko'chgan joyini yaxshilab ko'chirib olib, ko'chgan joyigacha ko'chirib turib, endi biz qanaqa qilamiz? Shu ko'chgan joylarni pichoqda kesamiz. Kanselyarskiy pichoqda kesib turib, shundan o'zi ko'rinadi klapni ko'pligi. Agar shunaqa bo'lsa, hamma obой ko'chgan joylarini pichoqda sal kesib turib dorlash kerak bo'ladi yoki sal ko'chirib turib sepish kerak bo'ladi. Chunki dori yetib bormasa ularga o'lmay qoladi. Shuning hisobiga klapa yuzda yo'q bo'lmay qolishi mumkin. Bu ham eng katta problemli joy. Buni hozir sizga aytayotgan informatsiyalarimni 80% dezinfektorlar bilmaydi desa ham bo'ladi. Endi men buni bir 11 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, 11 yil davomida odamlar uyga boraverib, dorilaverib, xatolar ustida ishlaverib, keyin qilgan xulosalarimdan kelib chiqib, hozir video qilyapman. Obойlarni orasini ham tekshiring, ayniqsa yirtilgan, yorilgan obойlar bo'lsa, uni oralarida ko'p bo'ladi. Keyin yana bir qismi gilamda. Gilamda ham ko'p uchraydi, ayniqsa gilam qayrilgan joyda, ko'rinib turgan joyda bo'lmaydi, imенно to'rtta chetida ko'proq bo'ladi. Gilamni bir 10 cm qayrilib turib qarasangiz, gilam yopishgan joyi bo'ladi-ku, tikilgan joyi. O'sha ichlarida bo'ladiki, ya'ni kojinli joylari bo'ladi, shu kojinli joylar ichlarida bo'ladi. Gilamni to'rtta chetida ko'p bo'ladi. Keyin yana bir oxirgi aytadigan ma'lumotim, bu kiyimlar ham bo'lishi mumkin klapa. Asosan qanaqa kiyimda bo'ladi? Kech payt kiyib yotadigan kiyimlaringiz ko'proq bo'lishi mumkin yoki kravat, divanning oldida kiyimlaringiz turadigan bo'lsa, o'shanga ham klapini o'tib qolishi mumkin. Bu kiyimga asosan qachon kiradi? Agar kiyim ancha vaqtdan beri shu yerda tursa, joyi o'zgarmasa, o'shanda klapa kirib oladi. Chunki agar har kuni kiyib ichadigan kiyimingiz bo'lsa, u klapa odam yurganda tebranish bo'lganda yiqilib ketadi. Shuning uchun oldin o'rganib, nima qayerda turibdi, joyi o'zgaryaptimi, o'zgarmayaptimi, shuni bilib turib, o'sha joyi o'zgarmaydigan narsalarga borib tuxum qo'yadi. Kiyimingiz ham misol uchun qishki kiyimlar bitta joyda uzoq vaqt turadigan bo'lsa yoki kravat divanlarni tagida uzoq vaqt turadigan bo'lsa, unda kiyimlar orasiga ham kirib ketishi mumkin. Keyin shu kravat divanlarni tagiga ayniqsa ko'p karton, har xil narsalar taxlab tashladi. O'shalar orasidan ko'payib ketib qoladi klapa keyin. Shuning uchun kravat divanlarning orasida dori sepishdan iloji boricha hamma narsani olib, yuvib, kiyim-kechaklarni issiq suvda yuvib turib, kardonlarni tekshirib, kerak emas kardonlar bo'lsa, iloji boricha tashlab yuborish kerak bo'ladi. Shunda Xudo xolasa klapadan qutulib bemalol yashashingiz bo'ladi. Mana hozirgi bugungi tayyorlab qo'ygan hamma informatsiyalarimni aytib ketdim. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariy yozib, like bosib keting. Agar men shu hozir videoning ikkinchi qismi kerakli joylarga sepish haqida, nimaga o'zi klapa o'lmayotganligi haqida gaplashib o'tdik. Birinchi qismda klapaga qarshi dori haqida gaplashib o'tdik. Buni o'zingiz ham bemalol yo'qotsangiz bo'ladi. Faqat o'zingiz ozgincha harakat qiladigan bo'lsangiz, klapadan o'zingiz ham yo'qotsangiz bo'ladi. 3 million, 4 million to'lab dorilashingiz ham shart emas. Hozir Toshkent shahrida dezinfeksiya narxi shu osmon bo'lib ketdi. Shuning uchun hozir shu videoni chiqardim. Odamlar o'zi shu narsani ko'rib, o'rganib, iloji boricha arzonroqga o'zi klapalardan qutulsa, qolgan pul, misol uchun 3-4 million pul o'zi yoniga qolsin deb shu videoni qilganman. Chunki hozir o'rtacha oylik 5 million, 6 million bo'ladigan bo'lsa, uyingizda klapa chiqib qoladigan bo'lsangiz, uni yarmidan ko'p pulni dezinfeksiyachilarga bersangiz, o'zingizga mana qolgan summa bilan yashashga qiynalib qolasiz. Shuning hisobiga odamlarga yengillik bo'lsin deb shu videoni qildim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Keyin bitta shartim ham bor. Agar shu video rostdan sizga yoqqan bo'lsa, like bosib keting. Agar bu video 1000 ta like yig'sa, keyingi videoda klapadan o'zingiz qanaqa qilib dori sepib yo'qotsangiz bo'ladi, qanaqa qilib dori sepish kerak, shu haqida video qilaman. Hozirgi bu videoyim uje ko'p dezinfektorlar bu videodagi informatsiyalarni bilmaydi. Keyingi videoda uje qanaqa qilib dori sepish haqida aytib ketaman.
uni ham agar shu keyingi videoyim ham chiqsa, xudo xolasa, keyingi videoni ko'rsangiz, shu narsani o'rganib olsangiz, deyarli bir 80-90% dezinfektorlar ham o'zingiz yaxshiroq dori sepasiz. O'zingiz sepib, o'zingiz yo'qota olasiz. Agar videoni keyingi qismini chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, kommentariy yozib keting. 1000 ta like kelsa, xudo xolasa keyingi qismini chiqaraman. Keyin dori zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, iltimos telefon qilmanglar, Telegram nikimni yozib ketaman, o'shanga yozsanglar, dorini dastlab qilib beramiz. Salomat bo'ling. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Alhamdulillah, tugadi.